nimadan gapirishni ham bilmay qoldimmi. O'z farzandlarim meni aldab mana shu ahvolga solishyapti. Nimadan boshlashim o'g'lim? Men yashagan uyim 3-tor ko'cha Sodiq Azimova, Yashnobod tumani. Buzildi. Evaziga uy berdi. Mana 6 yil ichida men shuni oldim, bolalarim sotib, mana 3 oydan bir aldab yurishibdi meni. Men ko'cha-ko'yda yuribman. Mana hozir Do'ppi degan mehmonxonada. Shu yerga ham boshida ozgina pul to'lab turishdi. Keyin to'xtatishdi. Endi hozir bu yerdan ham haydasam ko'chada yuraman, bo'mish bo'lib shakilda. Qarigan chog'imda 63 yoshman, payg'ambarimiz yoshidaman. Mana oxir zamonmi shu endi? O'z farzandlarim meni shu ahvolga solsa, yordam beringlar.